Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz nemis tilimizning birinchi darsi, ya'ni nemis tili alifbosini boshlab olamiz. Nemis tili alifbosida jami 26 ta harf mavjud va undan tashqari ayrim bir nechta qo'shimcha belgilar mavjud. Biz hozir dastlab nemis tili alifbosidagi harflarni ko'rib chiqamiz. Nemis tili birinchi harfimiz bu A. A xuddi o'zbek tilidagi A harfi kabi talaffuz, so'zlarning ichida A kabi talaffuz qilinadi. Misol uchun apfel olma. Keyingi harfimiz B harfi. B harfi ham xuddi o'zbek tilidagi kabi B kabi talaffuz qilamiz so'zlarning ichida. Birni. Keyingi harfimiz S harfi. S harfi bilan boshlanuvchi odatda nemis tilida so'zlar juda kam. Odatda bu bunaqa so'zlar chet tilidan o'zlashtirilgan so'zlar hisoblanadi. Shuning uchun uning talaffuzida ayrim o'zgarishlar uchrab turadi. Misol uchun kompyuter yoki cent. Bu S harfi bilan mavjud so'zlarni ko'rib chiqishingiz uchun buni yodlab olish tavsiya qilinadi ko'proq. Bo'ldi?